Toksikoz sizni qiynayaptimi? Oddiy usullar bilan buni yechimi bor. Bilmaganlar uchun toksikoz qayd qilishdan iborat emas. Bular holsizlik, uyquchanlik, ham sezuvchanlikning o'zgarishi, hattoki zumli pastada ham tishini yuva olmasligi mumkin va eng asosiysi xo'jayinini va qaynonasini ham yomon ko'rib qolishi mumkin. Bu holatni yengillashtirish uchun 3 ta usulni aytaman. Birinchisi, ertalab turganingizda imbir va limonli suvni iching. Bu sizni toksikozingizni yengillashtiradi. Kun davomida yaxshi yurasiz. Ikkinchidan, ko'chaga chiqqaningizda har doim oldingizda yong'oq, sushkilar, tvorog, konfet albatta yursin. Och qolmang. Och qolsangiz toksikoz va qayd qilishingiz zo'rayadi. Uchinchidan, uyg'onganingiz zahotiyoq tokchangizga albatta suxa fruktlar turish kerak. Uyg'onganda ovqatni iste'mol qilib yegandan keyin turasiz va sizda qayd qilishni oldini olgan bo'lasiz. Chunki bunda o't pufagida suyuqlik ajralib, shirasi bilan qo'yilib, agar siz turib, yurib, ancha ishlar qilib ovqat yemasangiz, sizni qusishga olib keladi. Bu refleksni oldini olamiz. Uyg'onmasdan oldin yotgan holda bu narsa yeb olish esdan chiqmasin. Eng asosiy tavsiya ginekolog ko'rigidan o'tish va nazoratida turish. Agar sizga bu mavzu qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying.